alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun 2025-yil 15-aprel kuni Agrobank Termiz filialimiz tomonidan bankimizda mijozlar bilan bevosita uchrashuv o'tyapti. O'sha uchrashuvda bankimizning mijozlari qatnashyapti. Bugungi uchrashuvda kimdan qanaqa savollar yoki o'zini yechilmay turgan masalalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Opajon, qaysi mahalladansiz? Namna mahallasi. To'ylar Xadichaman. Tayyor va Xadicha opa 17 millionlik bizni biznesga birinchi qadam kiritimizdan ariza bilan murojaat qilgansiz. Nima maqsadda kiritib olyapsiz Xadicha opa? Biz xonanchilikni rivojlantirish uchun kechirib yaxshi opajon. Men Yusuf Mamalar, Namuna Termiz tumani Namuna mahallasining 8-brigadasida yashayman. Tadbirkorlik uchun sizlardan 17 million so'm miqdorida kredit ariza topshirganman. Maqsadim shu chorvachilik qilish niyatim bor. Yusupova? Maral. Maral opa. Siz ham 17 million so'mlik chorvachilik maqsadida kredit so'ramoqchi bo'lgansiz. Hurmatli fuqarolarimiz, mijozlarimiz bizni mana bugungi murojaatni ko'rib chiqib, joyida o'zimizni xodimlar tomonidan o'rganib, masalalaringiz joyida yechim qilib beradi. Rahmat.